Ro'za Ramazon oyimiz yaqinlashmoqda. Odamlar tayyorgarlik ko'rishmoqda, lekin buni har doim ham to'g'ri amalga oshirishmayapti. Agar organizm deyarli sog'lom va turli xil yuklamalarga tayyor bo'lsa, ro'za tutish oson bo'ladi. Ammo surunkali kasalliklari bor, qandli diabet, qon bosimi va yurak, jigar, oshqozon, buyrak kasalliklari bor bemorlar bo'ladigan bo'lsa, ro'za tutishni shifokor nazorati ostida boshlagan ma'qul. Ovqatlanish va suv ichish tartibining o'zgarishi bu organizmning jiddiy moslashuvdir. Qondagi qand miqdorining keskin o'zgarishi, suvsizlanish, qon bosimining tushishi va organizmdagi surunkali kasalliklarning rivojlanib ketishi bu ro'za tutishni oddiygina bir holati deb qaraladi. Aslida esa bu organizm uchun jiddiy stress hisoblanadi. Orzu Medical klinikasida biz bemorlarimizga yangi tartibga moslashishga juda ehtiyotkorlik bilan yordam beramiz. Asosiy ko'rsatkichlar jigar, buyrak, yurak faoliyati, qondagi qand miqdori, tuz-suv muvozanatini nazorat qilamiz. Maxsus tiklanish va ovqatlanish rejimini tanlab beramiz. Bizning vazifamiz ro'za tutish organizm uchun sinov emas, balki ichki yangilanish davri bo'lishini ta'minlashdir.